Nabi Jaloliddin ota hikoyasini yakunladik va o'sha yuzasidan har bir bolada bir ma'lumot metodini qo'llaymiz. Marhamat. Ota-bolalarga payg'ambarimizdan olgan kim nima niyat qilsa o'shanga erishadi degan fikr yo'qdi. Qanday niyat qilsak o'shanga erishamiz albatta. Молодец. Ota-bolalar majlisda qilgan payg'ambar. Ota nabirasini juda yaxshi ko'rib ularni kelishini Молодец. shu alhamdulillah o'sha davrada Hazilkash. hazilkash yo'q. Aha, kichkina bola o'zi hazilkash bo'ladi. Diyoram hazilkash. Hamma ko'chalar bir davrada yig'ilib ularni Yaxshi, молодец. Keyingi to'yda davrani qistirib berish. Bironta obraz esingga qoldimi qay? O'sha obrazdan. Qizning ismi nima? Chamad. Ota bolalarga tanbeh berib turadi. To'g'ri. O'ziga otalarga xos xususiyat. otasi kitob bitida gapirganda chaman qizi bu gaplarni qayerdan oldi degan. Aha. Unga shu o'ylab yerga joylab qoldi. Yo'qsa oqibatda yo'qotmas uchun odam mana Barakalloh. ota qizini o'g'illardan ko'ra yaxshi ko'rgan. O'g'illari bir davrada yig'ilgan. Yaxshi. Ota hikoyani oxirida bo'ladi. Yaxshi. O'sha ota oxirgi bor bir davrada o'tirgan. Ko'ngli sezganda. Otaning tanbehi. Yaxshi. Ota-bolalar bir-birlari bilan hazillashib o'tirishgan. Yaxshi. Ularni kitob qo'yamiz. Yaxshi. Ha? Shu oxirida bizning azobni o'rnagan. Nima voqea bo'lishidan qat'iy nazar o'zbek ayollariga bo'lgan munosabat. To'ppa to'g'ri. O'zbek ayollar bilan hurmat izzatga loyiq. Ularni ahamiy. Oilaning ahilligi. Davrada bo'lgan Yaxshi. Yaxshi. Otaning bolalarga Barakalloh. Oxirida bola yordam bergan. Oilaviy davrada o'tirgan paytda chiroyli o'yishini bilganday voy olgandan keyin ham oilada tinch bo'lgan. Aql bo'lgan deb ketadi. Yakshanba kuni ertalab cholning o'g'illari va kelinlari ko'rishdi. Uning chaman qizi har kuni uni sog'inib 2 hafta o'tgan bo'lsa ham unga mehr kuchliligi bo'ldi. Bag'iga bosadi. Ota-onasi vijdon raisi hisobida tuzlangan. Vijdon raisi qo'llansa uchun bo'ladi. Barchangizga rahmat. Bugungi darsimiz o'z maqsadiga erishdi.